Ishonasizmi yo'q, mana bu Gaymaritdan mana paket salfetkalarim tugab, mana bunaqa musorlardan 10 ta paket qilib chiqarib, hozir davosini topdim. Mana bunaqa burunga surtadigan dorilar bor, dorilar surtdim, sepadiganlardan sepdim, hammasini qildim. Hozir hech qanaqasiga yordam bermadi. Antibiotik ichishdan qochdim, lekin hozir meditsinskiy Xitoyni milliy tabobati bor ekan. O'shani mashqini qilsam, sirazi hozir burnim oqishib qoldi. Hozir men sizlarga ham ko'rsataman. Foydali bo'lsa bitta like bosib keting sizlar, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Qarang. Mana bu yerimizda bizda nuqta bor. Mana shu nuqtaning ustiga qattiq bosib turasiz. Hozir birdaniga meni burnim oqishib qolganiga sizlarga ham ko'rsatay dedim. Bosib turasiz mana shu tochkaga qo'yib yuborasiz, yana bosib turasiz. 1 minut davomida. Har bitta tochka bilan. Keyin bosh miltoq barmog'ingizni mana bunday tepaga 30 marta. Ovozini bilyapsizlar, ha? 30 marta. Mana shuni. Keyin mana bu yerimizda ham bizda tomirimiz bor. O'sha tomirimizning ustiga ham qattiq bosib turamiz. Qattiq, bu ham 1 minut. Qo'yib yuboramiz, yana bosamiz. Dey, oxirida tepaga ko'taramiz. Internetda ko'rdim-da, sirazi o'zimcha sinab ko'rsam, sirazi burnim oqishib qoldi. Tepaga qattiq bosyapman, ko'ryapsiz-a? Qattiq bosasiz. Undan keyin mana bu o'rtasiga yana bosib turasiz. Qattiq. Hamma tochkani 1 minutdan qilasiz, keyin burningiz oqishib qoladi, gaymaritingiz yaxshi bo'lib ketadi. Saqlanib qo'ying bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun.